Zinamiz ham bitdi. Endi zalda kafel qilishdan boshlaymiz ishni. 1.20 ga 60lik kafel yopishtiramiz. Zalda uzunligi 11.70 ga 3.40. Menga mana bunday bo'g'iq pollar yoqmaydi, qora rangdagi. Menga mana shunday yorqin svet yoqadi. Shuning uchun biz ham polimizga mana shunga o'xshagan yorqin svetlar tanlamoqchimiz. Xudo xolasa ko'ramiz. Biz Vodiy kafel savdoga boryapmiz. Vodiy kafel savdo juda ham katta vibr ko'p. Urduza ko'z klinikasidan o'tganda o'ng qo'lda joylashgan. Ma'lumot uchun aytib qo'yay, Farg'ona Vodiy kafelda faqat Farg'ona Vodiy kafelda bor bunday trafaretlar. Men boshqa joyda ko'rmadim. Bu yaqin orada, Farg'onada. Shunday pol tanlamoqchimiz. Shunday qo'yasiz trafaretni, polda qanday bo'lishini oldindan tasavvur qila olasiz va bularda hammomni ham duolini shunaqa qilib tekshirib oladigan trafaretlari bor edi. Oldindan tasavvur qilishga yaxshi bu. Shu joyga borsalaringiz sizlar ham ancha qiziq bo'ladi. Ancha qimmat emas narsalari. Bu reklama emas albatta. Mana ukam ham qiziqib qoldi, tekshirib ko'ryapti, tasavvur qilib. Mana misol uchun uyda fasadini nimasi ham bor ekan, trafareti ham juda ham qiziq.